Assalomu alaykum, hurmatli Xiva obunachilari. Bugun Xorazm viloyati Xiva tumanidagi Shamoxo'lim mahallasi aeroport to'yxonasidamiz. Aytganimizdek, sizlarga yana bu eshiklarni nerab borishni aytaman deb yurdim. Sablarni aytgandim eshiklarni. Ish to'yxona qadi. Bu yandan ko'ravering. Hali remont ishlari yetib turibdi, xudo xolasa. O'tgandan keyin bir qadar ko'rsatib beramiz. Mana sahna bezaklari, galavalara qarang bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane galava, 2 tane projektör. Lustralar qarang, qator terilib turibdi. İşler yetib turibdi.